kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Крутится все быстрее, стали звезды намного взрослее, лица вьются в календаря, но стало и грусти зря. Зря день рождения. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar, hurmatli mehmonlar. Ro'yxatisiz sizga vaqt beramiz. Xo'sh, hammasi ketma-ket bo'ladi. Assalomu alaykum azizlar. Hammalar bilan ko'rishib turganimizdan biz bag'oyatda xursand va baxtiyormiz. Va xizmatimiz boshlashdan oldin hammalarga chiroyli iltimos qilamiz. Keling, onajonimizga chiroyli, uzoq umr tilagan holda bitta guldiroz qarsagilari chalib qo'ysanglar. Ovqatlanganmi deyman? Ovqat yeganmi deysan? Qarsagini mazasi ovqat yeganga o'xshamadimi? Boshqatdan. Assalomu alaykum deymiz. Bugun sizlar bilan munosabatli kechadi. Yuzma-yuz ko'rishib turganimizdan biz bag'oyatda xursand va baxtiyormiz va barcha mehmonlarimizni kelib kelayotgan Navro'za ayyom bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Bugun sizlar bilan ko'rishib turganimiz bejizga emas. Bugun onajonimizning tug'ilgan kunlari shodiyona munosabati bilan
oila a'zolari, farzandlari va eng asosiysi umr yo'ldoshlari nomidan qutlab kelganmiz. Onajon sizni umr yo'ldoshingizni Shopbek akamiz nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim umrlar uzoq bo'lib, Allohim necha yosh nasib qilgan bo'lsa, albatta har bitta yoshi mana shu farzandlaringizni baxt va saodatini, rohatini ko'rib kutib olishlik, qabul qilishlik nasib etsin deymiz va 120-150 yilga kirganda ham shundoq chiroyli, albatta oldingizda turib, chiroyli juftlik bo'lib, chiroyli qilib nishonlashlik doimo nasib etsin deymiz va shuni tilab qolardik. Ilohim umringiz mana shu gullardek go'zal bo'lishligini va hech qachon sizni yoshlik, go'zallik tark etmasligini va shuni niyat qilamiz. Bizlar har doim xizmatga borgan joyimizda bildiradigan niyatimiz ilohim deymiz, xo'jona, xo'jota bo'lishni nasib etsin deymiz va Allohim oradan bir yil o'tib kelmaganda shoshilmas qanaqasiga izgina bor. Allohim oradan bir yil o'tib shu tilak bildirgan xonalarimizda safarga yo'llanmalarni albatta farzandlar nomidan o'z qo'limiz bilan topshirib qo'yamiz va bugun ham shuni niyat qilamiz. Ilohim kelasi yil tug'ilgan kuningizni albatta farzandlaringiz nomidan deya qo'shaloqdan qilib albatta sizlarga Shopbek akamizga xas safarga yo'llanmalarni farzandlaringiz sovg'a qilishlik nasib etsin deymiz va qabul qilishlik sizga kelib o'z qo'limiz bilan qutlab topshirib nishonlab o'tirishlik bizga nasib etsin deymiz. Hurmatli mehmonlar, qarsak chalganlar hammalar xonalaridan juda yaxshi kunlar bo'lishini tilaymiz. Salomat bo'linglar. Endi esa hurmatli mehmonlar, onajon siz yana bir bora Shohista qizingiz, Mahira qizingiz, Jamshidbek o'g'illaringiz nomidan muborakbod etamiz. Ularga ham chiroyli tarbiya bergan ekansiz, ha? Shohista opamiz shifokor, ha? Mahira opamiz o'qituvchi. Jamshidbek akamiz, ukamiz aniq bilamiz endi. Yurist, ha? Bo'lajak yurist. Nasib qilsa Xudo xolasa, ilohim mana shularni ham farzandlarni baxt va saodatini ko'rishlik nasib etsin. Va endi hurmatli mehmonlar, bugun hamma chiroyli sovg'alar, chiroyli tilaklar bilan tashrif buyurgan xonadonga va adashmasam biz kelgunimizcha hamma sovg'alar topshirib bo'ldi. To'g'rimi? Endi navbat chiroyli tilaklarga. Bu yoqdan sal ovoz pastroq keldi. Kim sovg'a bermadi bu yoqdan? Berdimi? Bo'lmasa aytib so'rab beramiz. Hurmatli mehmonlar, endi esa kimda chiroyli tilaklar bo'ladigan bo'lsa marhamat dekoratsiyamiz oldiga taklif etamiz va mikrofon taqdim etiladi. Gelmagandan chiroyli tilaklarni eshitishni boshlaymiz. Marhamat, mikrofon bering. Assalomu alaykum, davra xastalar. Kelinlarim, qizlarim, mana bugun Muhabbatjonning tug'ilgan kuni ekan. Ömrü uzak bo'lgan shu Shopbek bilan qo'sha qarinay. Qizlarimning vaqtini, Jamshidjonning vaqtini sog' salomat bo'lgan hamma. Shunday bahordek ochilib, sochilib yurmaysan, hech qachon indilmaysan. Shu mag'azandan vaqt ochilib ketgan xo'ran Jamshidjonning to'ylarida o'tirish nasib etgan. Xudoyim hojani, hojimamni bo'lib yursa o'saqlarimdek, opa-singildek bo'lib o'ynab kelib yurish nasib etgan. Hammani shu kunga yetirgan. Umring uzoq bo'lsin. Muhabbet kaysinleme tug'ilgan kunlari ekan. Mana shu muhabbet singlimi umrlari uzoq bo'lsin. Xudoyim hamisha Luqman Hakim deylar, yori bo'lib Xudoyim hamisha olg'ay, oldirmag'ay Xudoyim. Martabasi baland bo'lg'ay. Bir yana yolg'iz bolasi bor, shu o'qishda Xudoyim shu o'zi bir bo'lsalar shahasi ming bo'lg'ay. Shuna bog'alarim bilan birlarimdek opasini kasbini egallagan, birlari o'qituvchi. Xudoyim shularni sayasında sayılabilir, nasip etti. Dilşat'ın şu misafirliklarda yürüttü, çiğdellerde Xudoyim olan to'liq tashib kelgan, tapqon pullar yaxshi kunlardan to'ylarini berdi Xudoyim. Hamisha muhabbatli uyini, Dilshatli uyini to'ylab kelish hammamizga nasib etdi. Mana yana ovsulari turibdi, qayinsingillari turibdi, Ro'zmakami, Jumaylab o'rnatdi, ruhlari shod bo'lsin Xudoyim. Joylari jannatdan bo'lg'ay. Xudoyim shu Ro'zmakamlarga Xudoyim Dilshat bilan muhabbatim davlatli elimizda, yurtimizda hammaga kerakli insonlar bo'lib yursinlar. Sog' yurganlar.
Yine bu kaynatamam ruhları şad olsun. Allah Cale ve cennetten bulsun. Kudayım şu televizyon kuruluşu bulup yaptan bu olaylar şu ülkeme 100 yaşlarında da 70-80 yaşlarında da hiç kimse onu kemermezsen. Kudayım şimdi 80-90 yaşlarında da birlikte hemmemiz hiç kimse onu kemermezsen. Doğulan günlerinde oturuşması ki yerine gay kızlarını canından çıkarıp artık çoluk yoluklar görgende de hemmemiz birlikte yaxşı günlerine şerik bulup oturuş hemmemize nasip etki. Ömürlerin uzak boğay, Lokman Hekim ilerin yarım boğay ki. Olsun canlarım, kayınbikelerim, kayınsinlerim, yine yeni yıl arifesi, Novruz Ayyan Bayramı, şu olsun canım muhabbet olan günleriyken, Kudayım kökten kök, bundi ömürler uzak olur, bundi bayramları kökten köklerimiz kanadanda kuyruğu, oturuşamamıza nasip etsin, Rısat kaynanan bile ten yaşat ten kalmasın, bağlarının rahatını koysunlar. Kudayım şu Cemşit Can'la büyülettirip, gözlerinden köpeğişip, hemişe şu kanadanda bayram olsun, toy olsun, toyxana olsun. Yine makineyle Kudayım en yaxşı bir acayip bir yigitimize turmuşa çıkarıp, ondan baklı olup, oğul kızları köpeğip, gözlerinden köpeğip, şu kanadan doldurup, taştırıp, oturuş nasip etsin. Şu Dışat Can'la Kudayım yine musafir yurtlarda sağlaman gelip, Kudayım tapkalarına bereket yenip kesin sağlaman. Hem şu kanalda toylar burası. Hem meyze şu yengil bayramı Novruz Ayyamımız bilen Çin gönlünden tebrikliyim. Esselamualeyküm tebrikliyim. Sürekli teşekkürler ki Allah'ın rahmetini görüp şekillerini hizmetlerine hem mal vakfı saadetli bu güçleri işi yatıran Novruz bayramı bilen tebrikliyim. Şimdi bayramlarda köpürüp görüşürüz. Hemmemize nasip olsun. Cemşit Can'dan bu kızları Raykirek, beterek, şu ülentirgen toylarından, şu kızlardan bakın saadetini görüp oturuşlara nasip etsin. Şu Dışat Dükkan'dan sağ olsun. İşler onunla gelip şu tavkaları yaxşı günlere, toylara duysun. Hoşça karıp, yüz yıl jubilelerimizden bekle durup. Güzel hareketler. Misafirler imkanlarda misafirlikler verirsen sağlayabilirsin. Kapsalarına, yaxşı günlerine, kullarına versin. Cemşitler, kılıp, lendirirsin, kullarına oturuşlar sevirsin. Mahkıyak yolundan, sağlık binanın esaslık, üzerine gibi kaydetip oturtup, işkiler verirsin. Kendisi sakılan muhabbetten hecana olsun, kursunlar. Allah'ın lekemenlikleri saklasın. Kulaktan kulaktan Umutlarımız uzak olsun, sağlık sağlıklı yaşlılarda, toylarda ötesine sivrilerinde bakın olmalı. Ya çekmeyin dedim.
Assalamu alaikum. Qardoshlar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana biz bugun shu Dilshod ukam xonadonida bir yaxshi kun ekan. Buni sababchisi muhabbat kelinimiz. Doğulan gün ekan bu. Yani nima uzoq yaxshi tilayman. Dilshod ukam bilan deng yashab, deng qarasizlar Xudoyim. Shu shaxsda qizimni Cemşit balamı baxtlarına, taxtlarına suyanı birsin. Üzlerinden köpeysiler şu Cemşit balam bir oğul deme. Xudayım şu enesindi kahraman, ata kahraman ene bulup oturgayla Xudayım. Bizlerin hemişe aktık söybürgey Xudayım. Şu usulların hatarında sanadan bir bulmasalam indikila her seferine Dilshod ukam bilan barıp geliş nasip etkey sana Xudayım. Vaqtli boğaysın. Моя дорогая тетя Мухаббат, поздравляю вас с днем рождения. Оставайтесь такой же красивой, прекрасной, доброй, искренней, мудрой женщиной. Мы вас очень любим. Я поздравляю вас от имени моей мамы с днем рождения. Вы самая хорошая сестра для моей матери и самая хорошая тетя для нас. Сияйте всегда ярче наших звезд. Будьте всегда такой прекрасной, молодой, вечно красивой. Пусть ваша жизнь будет такой же красивой, как вот этот букет цветов. Мама, вы словно 7 чудес на свете. Вы словно солнце, словно рай. Входили в нашу жизнь, дарили счастье и любовь, сказав, что будет хорошо. Сказав, держись, иди вперед, не смей сдаваться, учись. Старайся, будет хорошо. Чуть улыбнись и вмиг скажи: я лучше всех, я лучше всех. Kalbim içinden muhatabımdır ki yeterim kür. Sıra düşmeyip tutuşular. Kendisine kılavuzum muhabbetti. Çiğneğinden tabii ki. Şu kalbim içinde her metelikle size. С календаря, но не стоит грустить, не зря рождения. Assalamu alaikum qarindoshlar. Muhabbat shukronan günü bilan ummat o'g'il günü bilan tabriklayman. Shukronim kam qilaman. Kisa karamini baraka berib, bu tashkilotlarga Xudoyim uzoq yosh keng davlat tilayman. Ikki dunyo saodatini berib, doim bular hajatlar hajmini bo'lishni qayni nasib etgan. Xonadonda hamma yaxshi kun, to'yda yaxshi bizlarga nasib etgan Xudoyim. Bulara 100 yaş tilayman. Sağlık, omonlik tilayman. Shu bolalarning baxtini, farqini suyani bilgaylar Xudoyim. Hamma yaxshi kun, to'y bo'lsin, shu xonadonda yaxshi kun ekan, shular doktorlar hammamizni nasib etgan Xudoyim. Bayramlar bilan tabriklayman hammamizni. Sağlık, omonlik tilayman. O'sinda ukajonim uzoq yosh, keng davlat tilayman. Не печалься и не жалей, будет много
olib ketdimi? Bo'ldimi? Mana shu davrada tilak bildirgan har biringlar bildirgan tilaginglarni eng kamida bir 5-10 barobar oshig'i bilan berishlik nasib etsin deymiz onajon. Mana shu bildirgan tilaklari har bittasiga erishganingizda mana shu davrangizdan, mana shu safiylardan ko'paysanglar ko'payib kamaymasdan nishonlashlik doimo nasib etsin deymiz. Har doim yuzingizdan shundoq chiroyli va kulgu tabassum arimasligini tilaymiz. Hurmatli mehmonlar, sizlarni uzoq kuttirmay holatda hozir Kamila tomonidan chiroyli musiqalar video barchangizni davramizga raqslarga taklif etamiz. Marhamat Kamila. Assalomu alaykum. Onajon, tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha qizlaringizni, o'g'lingizni baxtini sog'omon yuring. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Şöyle
yıldızım var. Adamı yazma ergen izim var. Kara göz kara kaşlı yıldızım var. Kızlar gelenmeyeydi, sarılısı olmayaydı. Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Kızlar gelenmeyeydi, sarılısı olmayaydı. Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydı. Bu kadar taşlı kadar, şeytanlı taşlı kadar. Korkuyorum gelmeyesin, gözlerim yaşlı kadar. Bu kadar taşlı kadar, şeytanlı taşlı kadar. Korkuyorum gelmeyesin, gözlerim yaşlı kadar. Allah'dan diledim düştün koluma, Xudadan diledim düştün elime. Yazdır ata hanım düymelerini, erkele bütün çişse dövürlerini. Apalı gelmeye sıra künlüye, apalı gelmeye sıra künlüye. Yazdır ağa canım düymelerini, erkele bütün çişse dövürlerini. Yazdır ağa canım düymelerini, erkelemizin çişse dövlerini. Ay egen. Şakuş Aylantın. Eninde güne king düymesi katar, kucaklasam sineme batar. Elinde güne kiye düğmesi katar, kucaklasam sineme batar. Birini için şeytanlara batar, birini giyince güllere bakar. Yazdır ağa canım düğmelerini, erkelemizin çizse döndlerini. Yeah. Yar geledi uzun uzun yol bilen, hizmetinde çore bilen kul bilen. Yar geledi uzun uzun yol bilen, hizmetinde çore bilen kul bilen. Taze yanık tip alsan gülümüyle, taze yanık tip alsan gül bilen. Yazdır ağa canım düğmelerini, erkele müzik çizse devlerini.
bitta ajoyib. Milliy Xorazmcha eski milliy navolar. Qalpa yo'nalishida, qalpa. Allah buyur aşeken ah ah hey ah yarım kalan kaşeken ah ah hey ah Allah buyur aşeken ah hey ah hey ah yarım kalan kaşeken ah ah hey ah ben sevgen yarım ah hey ah hey ah yüreği bağrı taşeken ah hey ah hey ah ben sevgen yarım ah hey ah hey ah yüreği bağrı taşeken ah ah hey ah Ahay ahay ahalak istek ya ahalak istek ahay ahay Gel gel aynan aman ahay Kızım aynanin aynanin ahay Rahmet eylesin Yeah Gözlerini süzersen, yüreğimi ezersen. Gözlerini süzersen, yüreğimi ezersen. Beni dağlarda kaldırıp kimler bilen gezersen. Havadan maralı gözlü havadan, havadan canım alır havadan. Havadan maralı gözlü havadan, havadan canım alır havadan. Hey! Ajoyib ko'p bitta ajoyib. Her başında, geceklere karşında, her başında, geceklere karşında, üzülünce yaşında, üzülünce yaşında, kaydı adam başında, kaydı adam başında. Su geldi başına, dikilmedi başına. Su geldi başına, dikilmedi başına. Eke gide gaylansın, eke gide gaylansın. Yüz gide yaşına, yüz gide yaşına. Dökülün yollama, kolları tırnama. Dökülün yollama, kolları tırnama. Yurtumuza da geldik, yurtumuza da geldik. Ağımızda tırnama, ağımızda tırnama.
rahmat, salomat bo'ling. Крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослее. Лик сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Не зря день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! Любых желаний исполнения и миллионы жизней. С днем рождения, любви, добра, окружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Salomat bo'ling, raqsga tushgan qo'linglar, oyoqinglar, tananglar, joninglar dard ko'rmasin deymiz va xizmatimiz yakunida onajonimizni yana bir bora tug'ilgan kunlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Xizmatimiz yakunida qolgan mehmonlarimizga ham chiroyli tilaklarimiz. Iltimos, fotosessiyalik tilak o'tirib bir daqiqa, hurmatli xonimlar. Ketmaymiz. Apartmanlar qoladi. Fotosessiya qilmaguncha apartmanlar turadi. Yoki mehmon ketib qoladimi? Hech kim aytgani yo'q, ha? Shunda eshitib olaylik, chiroyli tilaklar qilib bermoqchiman sizlarga. Xizmatimiz yakunida yana bir bor onajon sizni tug'ilgan kuningiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Iloho umr yo'ldoshingiz bilan mana shu farzandlaringizni, yaqinlaringizni baxt soatini rohatini ko'rishlik doimo nasib etsin deymiz va qolgan mehmonlarimizga ham chiroyli tilaklarimiz. Ilohim har safar har gal ko'rishganimizda siz bilan shundoq ko'taring kayfiyatda, yuzingizda tabassum, ko'zingizda nur, qalbingizda mehr, xonadoningizda esa baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, totuvlik, daromad, omad tark etmagan holatda va har safar har gal ko'rishganimizda yuzingizdan nim tabassumi, oldi tishingizni to'rttasi oqini ko'rsatib jilmayib turgan holatda ko'rishlik nasib etsin deymiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Shundoq quvonchli kuninglarga quvonch, qalbinglarga zarracha bo'lsa ham mehr ulashgan jamoa bu Cactus Production jamoasi edi deymiz va qarsak chaladigan qo'linglar faqat pul sanab chaplasin deymiz. Salomat bo'ling azizlar, rahmat e'tibor va mehr uchun bemalol fotosessiya davom etadi. Rahmat.